Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, chegirmali yangi narxlardan boxabar bo'lmoqchi bo'layotganlar. Xudo xolasa bugungi videomizda xalqimizga juda ham chiroyli chegirmalar, juda ham chiroyli bonuslar bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, to'liq va chiroyli ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Biz birinchi o'rinda eng asosiy ma'lumotni beramiz. Ya'ni Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon 692-uy, ya'ni Mustaqillik ko'chasi 692-uyda joylashgan ofisimizdan video syomka qilib sizlarga yuzlanyapmiz. Xudo xolasa dekabrda birinchi 10 kunligida juda ham chiroyli narxlar, juda ham chiroyli chegirmalar. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, xudo xolasa umra safariga bormoqchimisizlar? Jidcha oldinroq bo'lsa ham 10-gacha bo'lgan sanada borishliklarini tavsiya qilamiz. Eng asosiysi litsenzionni qonuniy Centrum Holidays va sizlarga juda ham chiroyli sharoitlar amalga oshirilgan Madina Munavvarada 200-300 metr masofadagi 4 yulduzli gastnitsa. Makka Mukarramada 4 yulduzli Malak Al-Safa nomli gastnitsamiz. Xudo xolasa masofasi 1,5 kilometr. Avtobus qatnovlari to'xtovsiz amalga oshiriladi. Inshaalloh Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xudo xolasa taomlarimiz milliy taomlar inshaalloh muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa doimiy o'zimizni odatiy taomlarimizdan tayyorlab taqdim qilishadi. Va bundan tashqari inshaalloh xudo xolasa siz aziz yurtdoshlarimizga yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz hamrohlik qilishadi. 14 kun sizlar bilan birgalikda bo'lishadi. Mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishadi. Va endi ziyoratlar masalasiga keladigan bo'lsak, Madina Munavvarada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Qur'on bosmaxonasiga hisobga olib qo'yasizlar. Ochiq kunlariga to'g'ri kelsalaring olib kiradi. Haftaning 3 kunida 4 kunda ochiq bo'ladi. Va bundan tashqari yana Ravza-i Sharif borgan kunlaringdan xudo xolasa sizlarni potrab 1 kun qolganda yo 6 soat qolganda emas, borgan kunlaringdan sizlarni Ravza-i Sharifga kirgiziladi. Va undan tashqari xurmo bog'ida ziyofatlarni taqdim etiladi. Va endi bizda Makka Mukarramada doimiy 10 dan ortiq ziyoratlarni amalga oshirasizlar. Asosiy masjidlarga borasizlar. Undan tashqari Masjidul Haram tarixi bo'yicha to'liq ma'lumotlar berishadi. Eng qiziq joyini eshitinglar. Qizil dengiz sayohati. Hiro g'ori muzeyiga ziyorat hamda sayohat. Kisva zavodga ziyorat. Bu oddiy bizning standart paketimizdagi siz aziz yurtdoshlarimizga tayyorlangan maxsus sharoitlarimiz bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga bizda bundan tashqari yana sizlarga taqdim etiladigan bizning bonuslarimiz bor. Inshaalloh maxsus bejik. Endi men sizlarga tushuntirib o'taman. Bizni kamzilimiz mana ko'rib turganlaringizga va mana bu so'mkamiz, mana Centrum Holidays yozuvli va xuddi shunaqangi maxsus 3 ta sizlar foydalanadigan yostiqchalarni ham bonusga qo'shib beramiz. Albatta bularni barchasi bizning kanalimizda bo'ladi. Uchib ketishdan oldin aynan mana shu narsalar beriladi. Qayta aytganlaringda esa 5 litrli zamzam suvlari hadiya sifatida taqdim etiladi. Aziz yurtdoshlar, juda ham chiroyli sharoitlar, juda ham chiroyli takliflar. Bizda narxi arzon bo'lsa, gastnitsa masofasi uzoqlashmaydi. Yo 50 boshni jo'natmay o'zlaringni ketkizib yormaymiz har bir reysda, yoki de ovqatlaringdan qisilmaydi, yoki de sayohatlaringni qisqartirib qo'yilmaydi. Mana shu aytgan standart sharoitimiz o'zi bu standart va standart plus degan bo'laveradi. Kerak bo'lsa komfort sharoit deb atasak ham bo'laveradi. Ya'ni noyabr oyida Toif shahri bor edi. Nima sababdan Toif shahri olib tashlandi? Chunki jinoyat qilib qo'yishdi, qo'yga tushib qolganlar bo'ldi, odamlar qiynalganlari bo'ldi. O'shaning uchun biz Toifni o'rniga Kisva zavod bilan Hiro g'ori muzeyini sizlarga bonus tariqasida qo'shib beryapmiz. Bunaqa chiroyli takliflar, bunaqa chiroyli sharoitlar aynan bizning kanalimizda. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bizga aloqaga chiqinglar, o'zlaringiz joylaringizni bron qilinglar. Bu hali hammasi emas. Xudo xolasa mana sizlarga haqiqiy chegirmani bombasi. Tekinga bitta odamni umra safariga olib ketsalaring bo'ladi. Farg'ona jiddiy yo'nalishda 5, 6, 7. Bundan tashqari 3-Andijon Jidda va 5 Namangan jiddiy yo'nalishdagi reyslarimizni narxini
$950 dan qilib beramiz va bu hali hammasi emas. 10 ta odam bo'lsalaring 11-sini albatta tekinga umra safariga olib ketish imkoniyatlaring bor. 10 kishi $950 dan to'lov qiladi. Bitta odam bepulga ketadi. Aytib o'tganimdek, aytgan sharoitlarimiz standart plus sharoitlarimiz bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ushbu imkoniyatlarimizdan foydalanib qoling. Bundan tashqari 11 Namangandan, 11 Farg'onadan reyslarimiz bo'ladi. Farg'ona Jidda, Namangan Jidda yo'nalishida ushbu reyslarimiz narxini $975 dan qilib beramiz. Va bundan tashqari xudo xolasa 12 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizga ham o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. Toshkentdan 6-dekabr hamda 13-dekabrga joylarimiz bor. 6-dekabr $950 dan, 13-dekabr Toshkent Madina yo'nalishidagi reysimiz esa $995 dan. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, bemalol o'zlaringiz joylarini bron qilinglar. Juda ham chiroyli narxlar, juda ham chiroyli sharoitlar. Bir umrga tatigulik umra safarlaringda Centrum Holidays albatta ishonchli ham safar bo'la oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha, aynan mana shunaqangi chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga jo'natinglar. Xudo xolasa bunaqangi chiroyli sharoitlar bitta o'zimizda deb o'ylayman. Juda ham bir maza qilib umra safariga borib kelinglar. Bundan tashqari boshqa sanallarga reyslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, o'zimiz xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.